Assalomu alaykum, mohir pazandalarim. Bugun sizlar bilan chudada keks tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 4 ta tuxum va 1,5 piyola shakar kerak bo'ladi. Ularni yaxshilab ko'pirtirib olganimizdan keyin ustiga yog' solamiz, 1,5 cho'mich, 2 cho'michga yaqin va qatiq solamiz 300 gramm. Qatiqda soda solib qo'yamiz. Soda pishirishga yordam beradi va 400 gramm un solib, hamma mahsulotlarni ustiga razrexитель solamiz. Unni ustiga va hamma mahsulotlarni aralashtirib, ustiga xohishingizga ko'ra yong'oq, kelgan apelsin sedrasi, shokolad solishingiz mumkin, magis solib, maxsus idishga, chudaga yog' surib turib va ustidan un bersamiz, yaxshi qo'chadi. Shularni mahsulot barcha tayyor bo'lgan mahsulotlarimizni solib 180 gradusda 35-40 minutda pishirib olamiz. Ortiqchasini peylaga solamiz. Yoqimli ishtaha. Tayyor bo'ldi keksimiz.